farzandingiz o'qishga motivatsiya bilan xursand bo'lib borishi uchun 3 ta tavsiyani qilishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, farzandingiz bilan birga bir oyda kamida 3-4 marta iloji bo'lsa-da, agar iloji bo'lmasa 1-2 marta o'qishga birga boring. Bu maktab haqida emas, ana 1-2 soatlik kurslar haqida ketyapti. Va iloji bo'lsa, kurs tugaguncha o'sha yerda kutib o'tirib turing. Ya'ni bolangiz kutayotganingizni bilsa, bolangiz ichkarida otam meni kutib turibdi deb xursand ham bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa, bolangiz qanaqadir yutuqqa erishdi. Ya'ni bu 5 baho olib chiqdi yoki yulduzcha olib chiqdi. O'sha holatda siz chin dildan o'zingiz birinchi xursand bo'ling va bu xursand bo'lganingizni farzandingizga ko'rsating. Farzandingiz ko'ra olsin, uni yutug'idan xursand bo'layotganingizni bilsin. Chunki farzandingiz yoshligida siz u uchun ko'mir bo'lasiz. U sizga o'xshashga, sizga nima qilishga intiladi. Siz aytganingizni qilishga harakat qiladi. Va 3-chi tavsiyamiz nima bo'ladi? Mana shunaqa yutuqqa erishgandan keyin kichkinagina sovg'a. Bu bo'lishi mumkin marojniymi yoki kofemi, kichkina sovg'alardan yoki magazinga olib kirib nimadir olib berasizmi. Masalan, ehtiyot bo'ling, sovg'ani katta qo'yib yubormang. Misol uchun bitta 5 olib kelganga $100 yoki misol uchun kattaroq nimadir, misol uchun o'zi yuradigan mashina, unaqa narsalar qilib tashlamang. Unaqa narsalar ortiqcha hisoblanadi. Kichkinadan sovg'a qo'yiladi. Katta qo'ysangiz, u sovg'alar borgan sari kattalashib boradi-da, keyin sovg'a modeli ham uxlaydi. Farzand tarbiyasi haqida ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, meni blogimga obuna bo'lib qo'ying.